Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qadrdonlar. Xo'p, obunachilar, bugun Namangan tumani Arzonchilar qishlog'i Tepaqo'rg'onda Muhammad Qodir akamizning qo'y fermalariga yetib keldik. Shular sekin mana shu qo'ylari bor ekan. Bir partiyami, ikki partiyami, uch partiyami sekin obzorini olib boraveramiz. Yengil narxlarda o'ta udor qilib yor beraman dedilar. Yo, Aldonso'z aka, siz obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, bugun ko'p qo'y chiqmaydi, mana shu bir partiya chiqadi. Bir partiya ozgina-yu sozgina. 6 dona. 6 dona. Kanalimizda yangiman narxi bomba qilaman. Narxi bomba qilasiz. Ha, qo'ylarni bir ko'rsataman bir qator. Mana obunachilar aloqaga chiqib shoshilaveramiz. Xo'p, bularning yeb itishlari qanaqa? Yeb ichish bir hafta kafolati bor. Bir hafta garantiyasi bor. Ha, akkan yeb turib bermaydi aka, kafolat beramiz. Garantiya. Bular 2025da yangi qo'zlarimi yo eski qo'zimi? Zamonda qo'zlari. Zamonda qo'zlari. Obunachilar, sizlarga tavsiya etaman. 5 oy Xohlasa mana atrofida degan cho'pon endi u ag'ini xudo biladi. to'g'ri, ag'ini xudo biladi. Obunachilar, shoshilamiz. Soni 6 dona. Yeb itishlari bir haftadan keyin garantiyasi bor mana. Xo'p, bularning oyoq qo'llari ham o'ta uzun variantdan ekan-a? Ha, bo'ylari 65 kg minusga olishyapti. Bo'ylarini 65 kg minus. U yog'i ham emas, bu yog'i ham emas ekanda, o'rta ekan. Shunaqa. Endi qaysidir minus chiqsa, qaysidir plus chiqishi mumkin-ku. Shunaqa obunachilar, pasti yo'q. Tepasi bo'lsa ham pasti yo'q. Shoshilamiz. Soni cheklangan 6 dona. ham 90 qo'y, butun qatan. Quloq boshlari ham butundan bo'zon degan akalarimiz uchun. Tektasi yana bor, xolos. Aytadi-yu, jigar, boqsang bunday qasdan boqdim deydi-yu. Shunaqa variantlar ekanda, shoshilamiz obunachilar. Obunachilar, shularni sizlarga tavsiya etaman. Kanalimizga obuna bo'lib, mehnatimizni qadrlagan holda bir dona shu arzimas laykni bosaverasizlar obunachilar. Otangga rahmat, like bosib qo'yasiz. Narxi yengil bo'ladi. Narxi yengil bo'ladi deyaptilar mana. Obunachilar, qo'ylarni ham, oldini ham qarang. Baholasi o'ta zo'r qo'ylar ekan mana. Shoshilamiz. Gazga bosib, hali xo'jakalarim mana bunaqalardan boqsa mana. 6 dona bir qo'ra. Haligi bir g'ashingizga tegib, inasida ajrab bir baraydiganlardan emas. Yaxshi xudo xohlasa saqlagingiz. Tomosha qilib, o'z zavqlanib, ko'rib o'tirsangiz ham arziydigan narsa. Oqarabda buni boqsa. Hojaka bo'lib qoladi. Hojaka hop. Ey, Muhammad Qodir aka. Ha, gapira. Bitta gap gapirasiz, dangal gapirasiz. Bularda endi hamma ma'lumotni berdik, narxida gap. Hamma 3 milliondan qo'yaptimi, 2 million 800 dan qo'yaman. 200 arzon. Ve Muhammad Qodir aka. Ha. Dangal gapiring. Bakroma aka, o yosh bola qo'rqib ketyapsiz. Yo'q, baqirish emas, ey, dangal gapirasiz. U obunachlarimiz qanaqa? 3 milliondan deymi bo'pti. 3 million emas. Hop, 28 dedingiz. Ozgina qimmat etyapti qo'ylarimiz. Bo'pti, 27,5 dan. Ketdi. Hey, Eshitib turing mana. 2 million 700 dan Toshkentgacha dastlabki undan kelishiladi. 2 million 700 dan Toshkentgacha dastlabki. Sizniki ham emas, eshitib turaman. Men so'ramadim, meniki ham emas demay, sizniki ham emas. 2 million 600 ming so'mdan Toshkentgacha dastlabkasi. Hey, Bo'pti, eshitib turing. 2 million 700 dan Samarqandgacha, 2 million 600 dan Toshkentgacha. Toshkentgacha. Barakasini bersa obunachilar, aloqaga chiqaramiz, shotamiz. Nomerlarimizni aytib o'tib ketamizmi yo ekranda qoldiramizmi? Nomerlarimizni ekranda qoldiramiz. Obunachilar, shoshilamiz. Aka, men qaradimmi? Mana obunachilar, ketvoshlarni ham qarang, iliklari ham baquvvat variantida. Qarang. Eplab olgan ham yo'q buni. Vo, ana jon. Kamera qaradim, ba'zi bir odam bari u qo'hatga cho'p qolganda telefon qilgan qo'rqagan. Bizda telefon qilish olsa, haftalab telefon qilish olsa qo'y tagi uzilmaydi. Просто bugunga qo'y kamayib qolgan. Bugunga qo'y kamayib qolgan, o'shancha ozgina chiqaryapti. Kuniga qo'y keladi 50 keladi. Bo'ldi, tamam. Obunachilar, shoshilamiz. Aloqaga chiqamiz. 24 soat kunda bo'lsa 25 soat aloqadaman deyapti. Aloqaga chiqamiz. Bugungi syomkalarimizga shu-ya. Masalan, mehnatimizni qadrlab, like bosib, otangga rahmat deb yozib ketsangiz, xudo xolasa juda chiroyli bo'ladi. Kanalimiz yangi rivoj uchun obuna bo'lib qo'yamiz. Shu arzimaga slovesini bosib, obuna bo'lib, kommentariyaga yozib qoldirib ketamiz. Bu videodan keyin qanaqa qo'ylar chiqaraylik. Shoshilamiz obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.